Amerika va Isroilning Eronga qarshi urushi davom etmoqda. Oxirgi kunlarda intensivlik deyarli nolga teng. Ikki do'st davlat Eronda tuzumni o'zgartira olmagach, endi urushda g'alaba qozongani haqida e'lon qilish payida. Hech qanday natijasiz, hatto Hormuz bo'g'ozini ochmay turib. Bu arada NATO davlatlari birin-ketin Amerikadan yuz o'gira boshladi. Yevropa davlatlari urushda qatnashayotgan Amerika samolyotlari uchun osmonini yopmoqda. Buni boshqacha ta'riflab bo'lmaydi. Rolikda shu haqda gaplashamiz. Videoni like bilan qo'llasangiz, YouTube uni ko'proq vatandoshlarga ulashadi. Amerika va Isroil Eronga qarshi agressiv urush boshlaganidayoq Yevropa davlatlari uni qo'llamasligi ayon edi. To'g'ri, ular Amerikadan hayiqib bu haqda ochiq gapirmay turishdi. Lekin Trump Yevropani yerga uraverar ekan, ko'hna qit'a davlatlari birin-ketin Amerikaga qarshi chiqa boshladi. Yevropa davlatlari orasida urushga qarshiligini eng oshkor bildirgan Ispaniya bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Pedro Sanchez Amerika hech qanday asossiz urush boshlagani haqida gapirdi. Qit'a davlatlari ichida aynan Ispaniya birinchi bo'lib Amerikaning urushda qatnashayotgan harbiy samolyotlari uchun o'z havo kengliklarini yopdi. Ispaniya hududida Amerikaning 2 yirik harbiy bazasi bor. Madrid urush boshlanganidan buyon u yerdan Eronga qarshi urushda foydalanishni taqiqlab qo'ygan. Endilikda AQShdan Eronga uchayotgan Amerika samolyotlari Ispaniya osmonidan uchib o'ta olmaydi. Albatta, Eronga Ispaniyani aylanib uchish muammo emas, lekin bu yerda asosiy fakt Madrid Washingtonga qarshi chiqayotgani. Kuni kecha Eronga qarshi urushda qatnashayotgan Amerika samolyotlariga Italiyaga qo'nishga ham ruxsat berilmagan. Amerika samolyotlari Sitsiliyadagi Sigonella aviabazasiga qo'nmoqchi bo'lgan, lekin italiyaliklar ularga ruxsat bermagan, chunki Amerika samolyotlari qo'nish uchun maxsus ruxsat so'ramagan. Avvalroq Fransiya Amerikadan Isroilga uchayotgan harbiy yuk ortilgan samolyotlarga o'z hududidan uchishga ruxsat bermagandi. Trump Fransiyani yomon hamkor deb atadi va barchasini eslab qolishni aytdi. Madridga esa savdo aloqalarini uzish bilan tahdid qildi. Bu voqealar fonida Britaniya bosh vaziri Keir Starmer bu bizning urush emas, unga tortishlarga yo'l qo'ymaymiz dedi. Yevropa ittifoqi Isroilning Livandagi harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Xullas, kollektiv g'arb degan tushuncha qolmadi, kamida Trump prezidentligi davrida. Hozir bo'layotgan voqealarni bir so'z bilan ifodalash mumkin. NATO parchalanmoqda, xuddi Rossiya orzu qilganidek. Rossiyaliklar Trump prezident bo'lganda quvonishgandi, lekin bunaqa bo'lishini ular ham o'ylab ko'rmagani aniq. Trumpning 1 yillik boshqaruvi vaqtida Amerika va Yevropa salkam dushmanga aylandi. NATOning birdamligidan asar ham qolmadi. Vaziyat shunchalik bordiki, Yevropa Amerikasiz harbiy ittifoq tuzish haqida o'ylay boshladi. Trump Yevropa davlatlariga men hech narsani unutmayman deb tahdid qilmoqda, lekin Amerika Yevropaga nima qilishi mumkin? Savdo aloqalarini to'liq uzib qo'yadimi? Bundan Amerika nima yutadi? Xullas, janob Trump ikkinchi muddatida yoki kollektiv g'arbni parchalash degan strategiyani amalga oshirmoqda, yoki Eronda urush boshlashidan oldin Yevropa uni qo'llamasligini hisobga olmagan. Bir so'z bilan aytganda, 10 yillardan keyin hech kim Donald Trumpni dono strateg edi deb eslamasa kerak. Juda qiziq davr boshlandi azizlar. Trump yaqinda Erondan ketamiz deyapti. Hammasi o'shandan keyin boshlanadi. Amerikaliklar bu nima edi janob Trump deb savol berishni boshlaydi. Va urush tugagach, Amerikaliklar yana bir savolga javob so'raydi. Trump uchun kimning manfaati birinchi o'zi? Amerikaningmi yoki Isroilningmi? Noyabrdagi oraliq saylovlarda respublikachilar jiddiy muammoga uchrashi mumkin. Voqealar rivojini kunuzda kuzatib boring. Tekshirilgan ma'lumotlardan boxabar bo'lish uchun Kunuz YouTube kanaliga obuna bo'ling.